Assalomu alaykum aziz do'stlar. Yana bir bor klinikamiz YouTube sahifasida ko'rishib turganimizdan xursandmiz. Bugun nasib bo'lsa sizlar bilan klinikamizda davolanib 2 oy ichida butunlay oq dog'lardan qutulgan bemorimiz haqida gaplashamiz. Ushbu bemorimiz qirg'izistonlik bemor. Bizni ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali bizni topib, murojaat qilib, demak, klinikamizga keldi. Bemor klinikamizda kelganida, demak, yuz qismida tiniq rangdagi chuqur oq dog' aniqlangan edi. Ya'ni ba'zan bemorlarimiz yuzida uncha tiniq bo'lmagan oq dog'lar aniqlanadi, lekin bu bemorimizda chuqur holatdagi oq dog' kuzatilgan edi. Ya'ni bunaqa holatda demak uzoqroq vaqt davolanadi. Va biz bemorni chuqur tekshiruvlardan o'tkazdik. Demak, qo'shimcha mutaxassislar bilan terapevt, nevropatolog, endokrinolog va boshqa tekshiruvlarni qilib, bemorda asabida muammo va yashash tarzida muammo borligini ko'proq aniqladik. Ya'ni umuman parhezga amal qilmaydi. Demak, uyqu rejimi yo'q. Mana shunday holat aniqladik va birinchi bo'lib mana shu yashash tarzini to'g'irlash kerakligi haqida bemorga tavsiyalar berib, demak, o'zimizni kompleks usulda bemorni davolashni boshladik. Bemor berilgan tavsiyalarni ikkilanmasdan, qo'shimcha savollar bermasdan, xotirjamlik bilan barcha mahalliy va umumiy muolajalarni hammasini olishni boshladi va klinikamizdagi o'sha bir hafta 10 kunlik muolajalardan keyin bemorga uyiga 1 oylik tavsiya berib, demak, javob berdik. Va bemorimiz 1 oydan keyin demak qaytib kelyapti. Ya'ni qarasak, demak 50% dan ziyod oq dog'lar yo'qolgan. Bemorning o'zi ham hayron, biz ham hayronmiz. Ya'ni bunaqa chuqur holatdagi oq dog'larda bunaqa qisqa vaqt ichida bunaqa yaxshi natija juda ham kam kuzatiladi, lekin bu bemorda juda ham zo'r natija kuzatilgan. Bemordagi aynan mana shu holat bemorga tuzalishga bo'lgan ishonch berib, davolanishga bo'lgan yana ham ishtiyoqini oshirib, demak, qo'shimcha muolajalarni olishni boshladi. Davolash muolajalarini bemorimiz boshqa respublikadan bo'lganligini hisobga olib, ikkinchi kurs muolajalarimizni ham bir hafta 10 kun klinikamizda o'tkazib, yana 1 oylik tavsiyalar berib, o'zini yurtiga jo'natib yubordik. Bemor uy sharoitida qo'shimcha muolajalarni olib, ikkinchi kurs muolajalar tugagandan keyin qabulimizga kelyapti va biz bemorni 95% holatda tuzalganligini ko'rib juda ham xursand bo'ldik. Demak, ushbu bemorimizda mana shunday ajoyib natijaga erishishini, demak, faktorlarni oladigan bo'lsak, bemor qo'rqmasdan, ikkilanmasdan barcha aytilgan tavsiyalarni o'z vaqtida bajardi. Mana ko'rib turganingizdek, bemorimiz demak barcha tavsiyalarga amal qilib, mana shunday ajoyib natijaga erishdi. Shu sababli har bir bemor yoshi katta bo'ladimi, kichik bo'ladimi, demak, tushkunlikka tushmasdan, dardini qabul qilib, mana shunday ikkilanmasdan bu yog'iga sabablarni qiladigan bo'lsa, demak, siz ham mana shunday ajoyib natijaga erishishingiz mumkin. Yana qo'shimcha bir narsani aytib o'tishim kerak. Ushbu bemor bizga kelgancha bizni o'rgangan, klinikamizni o'rgangan, natija ko'rgan bemorlarimizni tanishgan va ikkilanmasdan to'g'ri klinikamizga tashrif buyurdi. Va eng muhim jihati, ushbu bemorimiz ortiqcha savol ham berganini ko'rganim yo'q. Ikkilanganini ham ko'rganim yo'q. Ko'pchilik bemorlarimiz juda ham ko'p savol berishadi. Va savol berganiga yarasha tavsiya bersangiz amal ham qilmaydi. Bu bemorimiz demak ikkilangani yo'q, ortiqcha savollar ham bergani yo'q. Berilgan tavsiyalarni o'z vaqtida chotki qilib, demak, bajarib, ajoyib natijaga erishganini o'zingiz guvohi bo'lib turibsiz. Agar sizda ham uzoq vaqtdan beri oq dog' kasalligi bo'lib, turli xil mutaxassislarga borib, har xil davolash usullarini qo'llab ham natijaga erisha olmayotgan bo'lsangiz, bemalol bizni klinikamizga tashrif buyurib, barcha tekshiruvlardan o'tib, kompleks usulda davolash muolajalarini olib,
mana shunday ajoyib natijalarga erishishingiz mumkin. Klinikamiz haqida va natijaga erishayotgan bemorlarimiz haqida ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali bemalol tanishib chiqishingiz mumkin. Manzilimiz Samarqand shahri, Mahmud Qashqariy ko'chasi 84-uy, Mo'ljal Royal Hall restorani. Mana aziz do'stlar, ajoyib natijaga erishgan bemorimiz haqida qisqacha mana shu ma'lumotlar edi. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang va izohlarda o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha.